Judayam ajoyib fikr bildirdingiz. Negaki ko'pchilik o'zi ish bilan band bo'ladi. O'rta yoshlilar baribir ish bilan band bo'ladi yoki oilasini, ota-onasi bilan farzandlarini yuboradi. Shunaqa holatlarda bu narsani oldini olish imkoni bo'lishi kerak albatta. Xatarlar deyiladi, riski ruschasiga. Buni oldini olishimiz kerak. Endi keling, ko'proq endi sizni faoliyatingiz bo'yicha gaplashamiz. Mana hozir Malva turda qaysi davlatlarga siz asosiy yetkazib beruvchi deymiz, yo'nalishlarda olgansiz. Deylik, bilishim bo'yicha Malayziya desa, menimcha Malva tur kelsa kerak. Bilmayman, balki brendingizni Malayziya bilan bog'liqlik joyi bordir, bilmayman. Shu narsalarda haqida bir batafsilroq gapirib bering. Qaysi yo'nalishlar siz uchun ustuvor, ya'ni prioritetli yo'nalishlar? O'sha yo'nalishlarda nega aynan o'sha yo'nalishlar? Nega? Misol uchun, mana ko'pchilikni bilamiz, Antaliyaga mana hozir sezon boshlandi. Antaliyaga 50% chegirma deydi, Sharm el Sheyxga chegirma deydi, Birlashgan Arab Amirliklari. Уже hamma bizni shu sayohatchilarimiz shu davlatlarni tanlashgan. Sizda qanaqa? O'zi Malva so'zidan boshlayman. Ko'pchilik bilmaydi. Malva o'zi gul. Bu gul asosan Malayziyada o'sadi. Nimadim ko'rganmisizlar? Bundoq chiroyli-da, ochiladi bundoq. Nima deydi? Oppoq gulcha. Romashkaga ham o'xshab ketadi bir. U asosan Malayziyada o'sadi, lekin biz Malayziyaga kelganimizda bu gulni ko'rib qolganimizda juda xursand bo'ldik. Sababki, o'sha yerdan azaldan biz Malayziya bilan ishlab kelar ekanmiz deb shuni bildik. Malayziya bizani kompaniyamizda asosiy fokusga aylandi. Sababki, men o'zim shaxsan Malayziyani juda ham yaxshi ko'raman. Malayziya degan so'zi kelganda bu ichki xotirjamlik keladi-da menda ichimda. Shunga keyin biz Malayziyani oldik, ishladik va bu bizani katta proyektimizga aylandi hozirgi paytda. Biz bundan oldin boshqa proyektlarni boshladik, Xudoga shukr ishlab kelyapti. Proyektlar ham davom etyapti, bu proyektlar ham. Malayziya bizani yuragimizga yaqin bo'lgan proyektdan bo'lib, o'shaning uchun asosan fokus shunga urdik biz. Ajoyib. Demak, Malayziyani nima boshqa deylik davlatlardan ustunlik taraflari? Ya'ni keling, qisqa qilib aytganda, mana har bir sayohatchi qaysidir davlatga borganda u yerda asosan ekskursiyalarga e'tibor beradi yoki atrofiga nimalar bor, ya'ni tabiati yoki baland binolari, ovqatlanishi. Shunda siz Malayziyada unikal nima ayta olasizki, sayohatchilar o'sha boshqa davlatlarda topa olishmaydi Malayziyada? O'zi ko'pincha savol berishadi shu savolni. Malayziya o'zi ko'p taraflama ajralib turadi boshqa yo'nalishlarga nisbatan, lekin biz aytolmaymiz baribir что har bitta mijozga yoqa olishi mumkin, lekin o'zini ayrim mijozlari borki, shu Malayziyani taraflari to'g'ri keladi. Misol uchun biz o'zimizni agarda qiyoslasak, biz birinchi marta borganimizda pandemiyadan oldin edi. O'zi pandemiyadan oldin Malayziyaga juda ko'p borgan, O'zbekistonda juda katta potok bo'lgan Malayziyaga. Keyinchalik sal pasayib bordi, chunki Malayziya eng oxirgi bo'lib ochildi o'zi pandemiyadan keyin. Shundan keyin mana orada 2-3 yil o'tib ketdi. Birinchi bo'lib reysni o'zi biz keyin qo'ydik Primoy Lankaviga. Shundan keyin ketdi уже mijozlar borishi. Mijozlardan o'zimiz so'raganimizda nimadan o'zi Malayziya ajralib turibdi, nimaga siz boshqa yo'nalishni tanlamadingiz, Malayziyani tanladingiz deganimizda ko'pchilik bitta gap aytishgan, xotirjamlik bor deb. Ya'ni biz Toshkentda turamizmi, Samarqandda turamizmi, Andijondami, hamma joyda bu shahar, hamma joyda shovqinlik bor. Biz ertalabdan kechgacha ishimizni o'ylaymiz, u qilishimiz kerak, bu qilishimiz kerak deb xayolingiz 24 soat band. Siz o'sha Lankaviga kelganingizda Malayziyaga siz shunaqa tinch, xotirjamlik topasiz, u yoqda miyangiz
darrov sekinlashib dam olishni boshlaydi-da. Odamni gavjusi yo'q u yoqda. Misol uchun, siz mehmonxona agarda olsangiz, all inclusively yoki u yoqda akvaparkli, baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, gavjuli yana paydo bo'ladi. Lankaviy bunaqa emas. Lankaviy aynan siz xotirjamlik topadigan maskan. Siz borganingizdan keyin u yoqda tinchlikni topasizmi, xotirjamlik topasizmi, Mazza qilib o'shandan keyin уже keyin yangilanib kelasiz, a? to'ppa-to'g'ri yangilanib, уже boshqacha bo'lib kelasiz u yoqda. Ajoyib. Yana keling, yana anaqalarga aytamizda, baribir ko'pchilik sayohatchilarga qanaqadir to'g'ri Malayziyaga, o'sha aynan Lankaviyga yoki Maldivga yoki ba'zi bir nimani orollarga boradigan sayohatchilar bular ko'proq ishdan charchaganlar. Ular baribir oilaviy borsa, qanaqadir bir nimalari bordir yana ekskursiyalar nimalar bor? O'shalarni ham aytib bering. Siz faqat ishlab bizga o'xshagan odamlar haqida gapiryapsiz. Endi bizani oilamiz borsa nima qilishadi? Oila bilan borish qiziqarli judayam, sababiki siz bolalaringizga boshqacha turizmni targ'ib qilasiz. Ya'ni biz o'sha all inclusivdan, akvaparkdan chetga o'tamiz, bolalarimizni tabiatga o'rgatamiz. Biza nima deydi, faqat akvariumda baliqlarni emas va faqat Toshkentdagi zooparkka emas, Lankaviyda tabiiy bo'lgan zooparklarga olib boramiz. Ya'ni u yoqda junglilar bor, juda katta. O'sha yerga bolalarni olib borsangiz, u yoqda shunaqa chiroyli hayvonot bog'lari borki, bolalaringiz ko'rgandan keyin mazza qiladi-da. Uni voy shunaqa ham bor ekanmi deyishadi-da. Sababiki ko'pincha bolalarimiz telefonda o'tiradi yoki maktabda o'qiydi, ko'rmaydi tabiatni bundoq olib qarasak. Bizada bahor kelganda biz yugurib ketamiz ko'ksamsani yegani-da. Bu yoqda siz haqiqiy tabiatni ko'rsatasiz bolalarga. U yoqda hayvonot bog'ini ko'rsatasiz. 99 ta orollari bor. Orollarga olib borasiz bolalarni. Ya'ni demoqchimanki, siz haqiqiy tabiatni va hayvonotni bolalaringizga ko'rsatganingizdan keyin shundan ham mazza qilishadi. Bu hammasi bir kunda ko'radigan narsa emas. Siz bir haftaga bordingizmi, 10 kunga bordingizmi, Hammasiga shu vaqt. kun nima deydi, har kunga rejalashtiradigan planingiz bo'ladi-da u yoqda ko'rishga. Judayam ajoyib. Men o'zim ham tayinlandim, to'g'risi siz bilan uchrashuvdan oldin Malayziyada aynan shu siz aytgan narsalarni ko'rdim. Malayziya haqida ma'lumotlar oldim. Men o'zim bo'lmaganman Malayziyada yoki shu Osiyo davlatlari deydi shekilli, o'sha aziyatskiy strana deydi. O'sha davlatlarda bo'lmagan. Tailand, Vyetnam yoki Malayziya, Indoneziyalarda bo'lmaganman. Niyatim bor, xudo xolasa borish. Nimaga deganim, xuddi mana shunaqa siz aytganingizdek, kichkina farzandim bor-ku, u farzandim aynan o'yinchoq do'konga kirsak ham sira hayvonlarni oladi-da. Menga uyga kelsa birga o'ynaylik deydi, mana shunaqa qiladi. Demak, biza baribir farzandlarimizni tabiat bilan yaqinroq qilishimiz kerak. Negaki hozirgi holatda geoiqlimni o'zgarishida bu tabiat bizani yagona saqlab qoladigan, odamzodni saqlab qoladigan bu narsa, bu tabiat. Tabiatni asrashimiz kerak va tabiat bilan qanaqadir farzandlarimizni yoshligidan mehr qo'ydirishimiz kerak deb hisoblayman tabiatga. Bizda ko'pincha даже shunaqa bo'ladiki, hattoki mijozlar bizga video tashlab berishadi. Maymunni ko'rganlaridan xursand bo'lib ketishadi. Bo'lmasa maymun unaqa выживающий hayvonot emas-da. Lekin ular shundan ham shu zavqlanib, maqtanib videolarni tashlab berishadi. Lankaviyda o'zi maymunlar bu bir xalqqa o'xshagan narsa-da. U yoqda xonani oldida yurishadi, ko'chaga chiqasiz, atrofingizda yurishadi, lekin sizga tegishmaydi. Umuman tegishmaydi, ziyoni yo'q, faqat siz ularni tegmasangiz bo'ldi. Ulardan hech qanaqa ziyoni yo'q, lekin shu ham bir tabiatdan kelgan nima deydi, zavqlanadigan bir mo'jiza-da. Albatta. Sababiki siz odamzoddan tashqari yana qanaqadir boshqacha xalqni ko'ryapsiz-da, maymunlar xalqi. Ularni yashashini, ularda ham ota bor, ona bor, bola chaqalari bor. Bir bunaqa to'da bo'lib yurishadi ular. O'zicha bozor ham qilib kelishadi, bananlarni terib kelib bir-biriga tarqatishadi. Shunaqa narsalarni ham bolalarga ko'rsatish, menimcha bu juda katta ne'mat.
Foydali bo'ladi albatta. Judayam rahmat, ma'lumotlar uchun. Endi eng qiziq joyiga. Bizda o'zbeklarda nimani yaxshi ko'ramiz? Biz ovqatlanishni yaxshi ko'ramiz. Osiyo davlatlariga borganda biza ko'pchilik o'zbeklarimiz qiynalamizki, ovqatidan. Balki bizaga to'g'ri kelmaydigan ovqatlar yo'qdir deb qiynalamiz. Ovqatlari bo'yicha va eng asosiy sayohatchilarga nimaga all inclusive olishadi deb men savol berganimda, birinchidan boshqa joyga borib, u bilmaydigan ovqat yoki bilmaydigan restoranlarga borib, ovqat zakaz qilib, ham yana ovqat buyurtma kelgandan keyin, u buyurtmasi unga yoqmagandan keyin yana pul to'lab, mana shunaqa narsalardan bosh og'ritmaslik uchun all inclusive ola qolamiz. Biza tayyor stol ustida turgan narsani tanlab olganimiz bizaga qulayroq deyishadi va bu arzonroq deb hisoblashadi. Bu narsaga siz nima deysiz? Yo'q, aslida all inclusive arzonroq hech qachon tushmagan. Chunki all inclusive 5 mahal ovqatlantirish o'zingiz tushunasiz. Bu produkt baribir oziq-ovqat ta'minlashtirish baribir o'ziga nisbatan yarasha rasxodi bor. Nimaga biz Lankavida qo'llamaymiz all inclusive'ni? Boya aytganimizdek, har 6 kungami, 10 kungami rejalashtiriladigan, sizni planingiz bor, chiqib ketadigan, har xil ekskursiyalarni ko'rib kelish mumkin. Shuni hisobiga ovqat bilan olish mehmonxonani to'g'ri kelmaydi bu narsa. Siz ovqatga bekordan-bekor pul to'lagan bo'lasiz. Va Lankavida hamma ovqatlari halol hisoblanadi u yoqda. Shuni hisobiga borib bemalol kafeda orasida hayvonot bog'ini ko'rib kelganingizdan keyin o'tirib bemalol ovqatlanishingiz mumkin-da u yoqda. U yoqda umuman all inclusive degan narsa bu Lankaviy bilan to'g'ri kelmaydigan narsa-da. To'g'risi. Chunki baribir all inclusive olganingiz bilan siz mehmonxonada bo'lmaganingizdan keyin siz yo'qotib qo'yasiz. Narxlariga qanaqa narxlari bo'yicha? Yana bitta qisqa aytib ketaman. All inclusive olganingizdan keyin siz mehmonxonada o'tirishga majbursiz. Qancha siz mehmonxonada o'tirsangiz, siz baribir дополнительный xizmatlaridan foydalanishni boshlaysiz. Spaga kirishingiz mumkin. Bu yoqqa xuddi shunaqa. Demak, ular ko'p mehmonxonalar all inclusive sotganda bu yana qo'shimcha mahsulotlarni ham sotishga harakat qiladi. To'g'ri, xuddi shunaqa. Bu yoqda muhtojlik yo'q. All inclusive'ga va siz mehmonxonada 24 ga 7 o'tirish shart emas. Undan tashqari chiqib kelish mehmonxonadan tashqari va ko'rib kelish nima deydi joylari ko'proq bor. Siz misol uchun boshqa o'sha Antaliyaga ham deyarli deylik desak, agar mehmonxonada all inclusive va boshqa narsalari bo'lmasa, mehmonxonadan chiqib ketadigan tashqarida unaqa aylanadigan joyingiz yo'q-da, asosan faqat mehmonxonada o'tirishingiz kerak. Bu yoqda buni teskarisi absolyutno.